Zilani aslida nima osh berishini bilarmidinglar? Make-up yoki chiroyli outfit desanglar mumkin, lekin chiroyli ухоженный прическа butun obrazingizni boshqacha qilib shikarniy ko'rsatib beradi. Men bugun sizlarga sochimga qanaqa uhud qilishim bilan bo'lishmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz zo'r narsa aytaman. Mani uhudimda trichapda mana shunaqa 4 ta shikarniy produkt. Birinchisi bu shampun. Bu rozmarinli shampun sochingizni o'sishiga yordam beradi va to'kilmasligiga ham yordam beradi. Chili originalni sotib olmayotgan ekan. Originali mana shunaqa rang bo'ladi, qaranglar. Perlamutrovый, будто бы жемчуг rangi. Original produktlarni Banafa'dan olsanglar bo'ladi. Keyingisi bu shunaqa разогревающий krem для волос. Mana teksturasini qaranglar. Sochingizni to'kilishini kamaytirib, sochingizni o'sishiga yordam beradi. Keyingisi bu mana shunaqa argan yog'idan bo'lgan maska. Shikastlangan sochlaringizni tiklab, chiroyli yaltiroq ko'rinish beradi. Sizlar mana shu soch uchun serumni просто sevdim. 2 в 1 ekan. Ham питание beradi, ham защита. Staylingdan yoki fendan. Короче, 100 dan 100. Bu men sochlarimni jonsiz, qup-quruq shampun maskalarda sochimni yuvib kelganimdan keyin soch uchun serumni yaxshilab sochimga yedirib surib oldim. Quritib prichoska qildim. Mana rezultati wow, qizlar, просто shikarni. Sochim yaltirab turibdi, qaranglar. Bu produktlarni Banafa'dan olsanglar bo'ladi. Xaridinglar 200 mingdan oshsa, dastavkasi tekin. Bye.